u 20-asrdagi birdan-bir muvaffaqiyat qozongan mablag' sog'uchi. Davr jurnali uni dunyodagi eng ta'sir kuchi bor odamning biri deb baholadi. Uning qiymati 70 milliard dollardan oshadi. O dal Warren Buffett, tuvandikisi uning 10 turlik muvaffaqiyat qozonishining siri. Film qoni. Qandaq qilganda xizmatni berilib ishligili bo'ladi. Qandaq amal bor. Qiziqishni bayqash. Men 7-8 yosh vaqtimda qiziqishimni bayqagan. Ta'limga balarim qiziqishini bayqadi. Bir o'g'lim dehqonchilikni, yana bir o'g'lim moda naqshlarni o'zining jinidan iziz ko'rdi. Ularning hammasi xayr-saxovatni va o'z kasbini so'ydi. Qiziqishingizni bayqash hayotingizdagi eng baxtli ish. Biroq tunji xizmatingizda qiziqishingizni bayqay olishingiz notayin. Men doim oliy maktab o'quvchilariga qiziqishni bayqashni aytaman. Qiziqishingiz asosida bir xizmatni qilasiz. Moliya mustaqilligiga erishsizda xizmatingizni voyaga yetkazib ishlaysiz. Navoda sizga 1x-ni tepish 2x-ni topqanga qaraganda texnik xushallik ato qila olsa, dastlab xatolashgan bo'lishingiz mumkin. Undaqda o'zingiz xohlagan ishni qiling. Bo'lmasa xizmatingizdan zerikib qolasiz. Navoda 10x-20x-ni tepish hayotingizning nishoni bo'lsa, mablag' kamchil bo'lish yoki ba'zi chiqimni azaytishga, vaqtincha bardoshlik berish kerak chaqda qarz elish degandek ishlarni qiling. Siz uchirgan baxtsizlik izzat hurmatingizdan voz kechishga majbur qiladi. Buning hech qanday ahamiyati yo'q. Keyin o'ylaganingizda bundan rozi bo'lmaysiz. Men fazilatlik, farosatlik va jo'shqin kishilarni taklif qilib ishiltaman. Bu 3 omilning birisi kam bo'lsa, hargiz ishlatmayman. Fazilat bo'lmagan dot va o'rin odamda farosat va iqtidor bo'lmaydi. Boshqalarning fikrimni qo'llamagandan ko'nglim yerim bo'lib qolmaydi. Haqiqat bilinganda oshkorlanadi. Men kallamdan o'tkazamagan ishlardan jiroq turaman. Shunga bilish doiramdan halqib ketmayman. Tom Watson, men to'g'mi talantliq emas, biroq aqlliq, shunga aqlimdan halqib ketmayman degan. Shunga men bu bilish doiramdan halqib ketmayman. Ba'zi ishlarda kishilar sizning xatolashganligingizni aytadi. Kerak yo'q, xatoligingiz ustida o'ylanib beqing. Menimcha bu farosatdimi yoki maktabda 1 yoki 2 fanni ortiq o'qigandimi muhim. Sizga haqiqiy lozimlik narsa kayfiyatning turaqligi. Men to'xtamay kitob o'qiyman. Bir kunda 5-6 soat kitob o'qiyman. Hozir sal oz o'qiydigan bo'lib qoldim. Yosh vaqtimda kunda 5 gazeta o'qiydim. Nurg'un jurnal, o'rnak va jilliq doklad qatorliq narsalarni o'qiyman. Men burundan kitob o'qishga, bo'libmi shaxslarning tarjimonlarini o'qishga amroq edim. Bexatarlik chekiga oid dongliq dars qatorliqlar. 990 qadoq keladigan yuk mashinasini haydab, 1000 qadoq ko'taradigan ko'rikdan o'tsangiz bo'lmaydi. Chunki saq o'taman deyamaysiz-da. Agar belgi taxtasini ko'rib turib ko'rikdan o'tsangiz, ko'rik o'rilib tushishi mumkin. Belgi taxtasida 2000 qadoq deb yozilgan bo'lsa, ko'rikdan o'tsangiz tamoman bo'ladi. Shu chaqda siz bexatarlik tuyg'usini ko'rdingiz degan gap. Chunki belgi taxtasida 2000 qadoq deb aniq yoziliq emasmi? Kapitalizmning mohiyati bosib kirib qal'ayingizni egallash. Bu nihoyat tushunishlik. Navoda televizor yoki boshqa narsa sotmoqchi bo'lsam, texmi yaxshi televizori bor 10 odamning moshini sotqisi keladi. Navoda Omaxada tamoqxonam bo'lsa, boshqalar tamoq tizimligimni ko'chirib nurg'un mashin to'xtatish o'rnini ta'sis qiladi ham oshpizimni qaymoqtirib ep ketadi degandek. Shunga kapitalizmni bosib kirib qal'ayingizni egallash degan tuzuk. Shunga uzoqcha raqobatlashalaydigan afzallik ega qal'ayingiz bo'lsin. Ba'zi qal'alarning atrofida xandak bo'ladi. Eng yaxshi xandakni tuvan tannarx bilan yasig'ili bo'ladi. Talantlilarning ko'pinchisida xandak bo'ladi. Navoda dunyo ig'ir darajalik boks cho'lpini bo'lsangiz, jang e'lon qiluvchilarni tepib turmasangiz bo'lmaydi. Sizda bir raqobat afzalligi bo'lsa, u afzalligingizni saqlab qolmasangiz bo'lmaydi. Bu nihoyat foydali. Navoda talay sinaydigan odam bo'lsangiz, Steven Spielbergdek qaltis kinolarni ishlay olasiz. G'oyat zo'r iqtisodiy qimmat yarata olasiz. Balkim turmushingizdan hayron qolishingiz mumkin. Kunlarim aldirashlikda o'tmaydi. Chunki men yig'in ochmayman. Men yig'in ichishni yoqtirmayman. Yig'in ichishni o'rniga kitob o'qiyman. Sizlarning kitobni tez o'qiydigan o'qirmanlardan bo'lishinglarni umid qilaman. Men to'xtamay kitob o'qishim kerak. Ham o'qidim. Chekdan oshirib o'tmagan asosda telefonda paranglashib qo'yman. Bizning sodimiz o'zligidan yurishib mangayverdi. Mening xizmatim mablag'ni taqsimlash. Men shuning ustida o'ylanishim kerak. Mening ishlarimni soat-soatlab tugatgim yo'q. Bill Gates ikkimiz nihoyat talaylik. Biz o'zimiz yoqtiradigan ko'pchilik bilan birga qig'imiz bor ishlarni qildik. Biz nazar tashlashni tanladik. Biz orzuyimizga yetdik. Tanlagan yo'limiz bizni baxtga erishtirdi. Uning dunyosida uning tutgan ba'zi yo'llari menikiga o'xshamaydi. Biroq ikkimiz o'zimizning yo'limizni qizg'in so'yimiz. Menimcha ikkimiz o'zgacha usul orqali nurg'un narsalarga erishdik. Bilik film qoni. Bu bizning o'zimizning xarakteri va ortiqchiligimizdan belgilangan.
Mening deganlarimni qani o'ylab beqinglarchi. Soda purstini nima monopol qilib olgandi? Men tarixga ishonaman. Men mag'lubiyatni yakunlashga amroq. Hamrohlarim menga "San lozimi taklif" deydi. Bizning sodimizning zodi nima uchun kasatlashganligini bekmo bilgimiz bor. Buning sababi oson, o'z-o'zidan qanoatlanish. Bizda krizis tuyg'usi bo'lishi kerak. Kayningizdan birisi sizni to'xtamay qo'g'lasa, uni tashlab etishni o'ylashingiz kerak. G'oyat zo'r soda fursatini tutib olganingizdan keyin, masalan, Coca-Cola-dek. Yana boshqa fursat qolmaydi. Olg'a intilmasangiz, haqiqatan xatarga yo'liqsiz. Men hech kimning Coca-Cola-dek qilganini ko'rmadim. Bu nihoyat muhim. 1 milliard iste'molchiga mulozimat qilish, o'xshash usul orqali raqobatda muvaffaqiyat qozonishning halqisi. Setish summasi oldingi 10 ming ishchi kirganda qin-qiningizga patmay qolasiz. Chunki bugungi bekrak hayajonli ish bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz aniq. Shuning uchun siz cho'qim kollektivga singib kirishingiz kerak. Ustozingiz ham o'lgingiz Ben Graham qandaqroq odam? U qaltis odam. U mening professorim edi. Kolumbiyadagi vaqtimda uning kitobini o'qigan edim. 19 yosh vaqtimda Nebraska dashosida o'qidim. Men 11 yosh vaqtimda mablag' selishni boshlagan. Ya'ni yosh vaqtimda mablag' selish to'g'risidagi kitoblarni o'qigan edim. Shunga mening tayyorligim bor edi. 12 yosh vaqtimdan burun ommaviy kutubxonadagi hamma kitobni o'qib bo'lib, paycheki bozorda mablag' selishni boshlagan edim. Men nihoyat xushal, buni o'zimni bilmayman. Chunki men azaldan bir ishga ko'ngil chib baxmagan edim. U ishdan xushallik topdim, biroq foyda topolmadim. Nebraska dashosida o'qiyotgan vaqtimda farosatli mablag' sog'uvchi Grahamning kitobini o'qigan edim. Butkul ishning qarori menga bog'lanishlik edi. Cho'ng o'g'limning ismi dadamning Howard degan ismining keyniga Graham Buffett deb qo'shish orqali shakllandi. U nihoyat qaltis. U azaldan mendan pul so'ramaydi. U nihoyat kamtar. U kichik vaqtida o'z qoyil odamlarga to'ymay qaraydi. U boshqalar qoyil bo'lsin desang, boshqalarga o'xshamasliging kerak deydi. Elmo bizga nihoyat yaxshi takliflarni berdingiz. Endi siz erishgan eng yaxshi nasihat nima? Men dadamning nurg'un nasihatlarini anglagan. O chaqda men kichik edim. Balkim shu chaqda shu nasihatlarga ehtiyojliqdirman. U menga bir ishni yaxshi qilishni emas, balki qanday yashashni o'rgatdi. U menga dars o'tgani bilan amaliyotda menga turmush falsafasini yetkazayotgan edi. Ma'lum mendan aytganda, uning bir qitimliq darsida shartsiz muhabbatning kuchini his qilgan edim. Yer shartga hech qanday kuch shartsiz muhabbatga teng bo'la olmaydi. Men oilamni so'yaman. Shu mendagi mehr muhabbat hayvonlarnikidan farqlanadi. Mening sizmo bolalaringizga mehr muhabbatingizni bersiz-ku deyman. Siz cho'qim uyingizga qaytsiz. Bir qancha kun uyingizga qaytmasangiz qaraydi chaqliq. Har qanday ota-ona bolasiga mehr muhabbatini bag'ishlaydi. Bu insonni texmi go'zal qiladi. Shunga men dadamdan mana mushundaq shartsiz mehr muhabbatga erishgan edim. Bu haqiqatan insonni go'zal qiladi. Dadangizdan shartsiz mehr muhabbatga erishdingiz. Shundoq, bu nihoyat kuchli narsa. Shundoq kanda. Albatta.